Assalomu alaykum, yaqinlarim, yaxshilarim. Omonmisiz, bormisiz? Anchadan beri diydor ko'risha olmayapmiz. Lekin ko'ngillarni olish niyatida mana shu yigitlardan Alloh rozi bo'lsin. Eski o'chib ketgan kanalimizdagi roliklarni eplab yurib sizlarga qo'yyapti, arxivdan olishib. Hozir oldimga kirishim hech bo'lmasa, o'sha eski roliklardan bo'lsa ham foydalantiring deb bering. Biz hijolat bo'lyapmiz eski roliklarni bergani. Vijdonimiz qiynalyapti obunachilarga. Oldingi ma'lumotlarni bergan edi. Hozir kulib aytdim bularga, bu ma'lumotlar eskirmaydi, bu ma'lumotlar qachon bo'lsa oltinga teng. Agar tushungan insonga o'tgangi rolikmi boshqami, muhimi u odamlarda yo'q, o'chib ketgan. Uni yana qaytadan bilsang, odamlar mazza qiladi. Chunki men o'zimda shunday bir odat bor, bir kitobni o'qigandan keyin oradan ma'lum vaqt o'tib yana o'sha kitobni o'qishni xohlayman-da, odam mazza qiladi. O'rtoqlar, xudo xolasa yaqin kunlarda yaxshi bir videolarni qilamiz. Niyat bor, просто ulgurmayapmiz. Mana bu yoz shunaqangi bemor ko'pki, qo'l-qo'liga tegmaydi. Vaqt kelsa abed qilgani, o'shin qilgani imkon topolmay qolyapmiz. Baholi qudrat shu qo'ldan kelgancha eski o'sha oldingi kanalimiz o'chib ketib qolgan kanali bor-ku, hakerlar tomonidan o'zlashtirilgan. O'sha kanaldan roliklarimiz qolib ketganlarini yig'ishtirib yurib, terib yurib sizlarga beryapmiz. Endi orada 25-yil, 24-yil deb olsa kimdir o'sha paytda hayron bo'lib qolmaydi. O'sha eski roliklarimizni yana sizlarga taqdim qilib turibmiz. Xudo xolasa, mana hozir ham ishdamiz, tabiatga olib chiqqanmiz 146-gruppani. Hozir endi joylashtirib tinib turgan joyimiz, shu yerda yugurib kelib hozir bitta rolik qilib bering. O'shang dedi. Hozir nima gap gapirishni ham bilmayman, kallam ovlayapti. Bir gap aytmoqchiman. Men doim aytaman, pul odamni buzmaydi. Pul hech qachon odamni buzmaydi. Pul odamning ichida nima borligini tashqariga chiqarib beradi. Odamning ichida nima bo'lsa shuni tashqariga chiqarib beradi. Xuddi shunaqa. Pul, musibat nima? Dard, yo'qchilik, misol yaqinlaringizni yomon xarakteri, yomon muhit, bular hammasini musibat deydigan bo'lsak, mana shular ham ichingizda nima borligini chiqarib beradi. Bir bo'lmish, qiyin ahvolda yashaydigan, hayoti juda ham bir dabdala odamda bir suhbatga tortib ko'ring-da. Nima sababdan shuna holatga tushib qolgansan? O'sha hayotida juda ko'p yomon kunlar bo'lib o'tganligini, o'sha sharoit yo'qligini, qiynalganligini, hayoti oxiri do'zaxga aylanganini va shu sababli shunaqa kunga tushib qolganini aytadi. Xohlagan idealizdagi insonni bir qiziqingda hayotini. O'sha insonnikidan kam bo'lmagan qiyinchiliklar boshdan o'tmagan. O'sha qiyinchiliklardan bittasi qochgan, bittasi yengilgan. Ichingizda nima bor? Kasallik ham xuddi shunaqa. Bir nimadan donishmanddan so'rashibdi, bir musulmon bilan kofir suvda cho'kayotsa qaysi birini Alloh qutqaradi, qaysi biri cho'kmaydi o'sha joyda desa, qaysi biri suzishni bilsa, o'sha tirik qoladi degan ekan. Bu dard, musulmonmi, kofirmi, bu kasallik, bu musibat, bu hammasi bir xil beriladi. O'sha holatda suzishni bilsangiz, ya'ni o'sha muammolardan qanday chiqib ketishni bilsangiz. Mana vujud bor-ku, vujud. Vujud 4 bo'limga bo'linadi. Fikr, qalb, ruhiyat, tana. Mana shu to'ralasini yaxshi o'rgangan bo'lsangiz. Kim shofyor? So'chi meni ko'rayotganlar ichida kim shofyor? Mashinani qanaqa minadi? Mashinada minayotgan paytda o'ziga qay darajada ishonadi? O'sha darajaga chiqquncha qancha muddat o'tgan? Mana bu ruh, vujudning ichidagi ruh bu shofyor. Mana bu jasad, bu mashina. Mana shu mashinani qancha chiroyli haydasangiz, avariya qilmasdan, do'qillarga tushirmasdan, tekis ravon joylarda ehtiyot qiladigan joylardan ehtiyot qilib, ayamaydigan joylardan ayamasdan bo'kirtirib bosadigan joylardan bo'kirtirib, xalistay qilib oladigan joylardan xalistay qilib olib o'tishni eplay olsangiz, marra sizga. Mana shuni o'rganishingiz kerak xolos hayotda. Boshqa hech narsa emas. O'rganish oson. Kitob o'qinglar. Xohlagan kitobingizni o'qing. Xudo xolasa niyat qilyapmiz, duo qilib turinglar. Bir kitob qo'llanma chiqarish niyatdamiz. Shu hammasini joylagan holatda. Vaqt soat kelib kitobim chiqqanicha bo'lsa o'shani o'qing deyishim nasib qilib qoladi.
U kitobni chiqarishdan maqsad shu bemorlarni yanada sonini qisqartirish, shu kelmasdan turib shu kitobni o'qib, o'sha uy sharoitida bo'lsa ham harakatini qilish, shularni joy-joyiga qo'yish. Alloh nasib qilsa, yaxshi suhbatlarda, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Alloh beradigan musibatlar bandasini darajasini oshirish uchun, ko'tarish uchun beriladi Alloh tomonidan. Mana shuni tafakkur qilish, mana shuni his qilishlikni Alloh qalbingizga joy qilib qo'ysin, qalbingizga solib qo'ysin. Boshingizga tushayotgan har bitta qiyinchilikdan bitta hikmat olib, Alloh bekorga bermadi bu kunda. Bu qiyinchilikni Alloh menga bekorga yo'liqtirmabdi. Bu qiyinchilikdan chiqib ketish evaziga men mana buni darajalarga erishdim. Mana bunday insonlar bilan tanishdim. Deyishlikni, ana shu kelgan darddan, kulfatdan, musibatdan, hammasidan ijobiy xulosa chiqara oladigan darajada keng fe'llik bo'lishlikni Alloh sizga nasib qilsin. Hammalar bilan yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Omon bo'ling, tinch bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman. Tinch bo'linglar.